Islomdagi ayollar ro'mol o'rashadi, chunki shunda erkaklar ularga hurmat bilan munosabatda bo'lar ekan. Lekin men ro'molni zulm deb ko'raman, chunki nima uchun ayollar o'zlarini yopishlari kerak? Erkaklarning zaifligi sababmi? Axir ayollar baribir hurmatga loyiq-ku. Iltimos, hijobni tushuntirib bera olasizmi? Maryam ham ro'mol o'raganmi? Xonim, sizning Injilingiz aytadi. Sizning muqaddas Injilingiz shunday deydi. Bilasizmi? Paul sizga shuni aytadi. Ayol boshini yopishi shart va ayol boshini yopmasa sochlarini olib tashlashi kerak. Injilingiz shunday deydi. Agar ayol boshini ochiq qilsa, Injil aytadi, uning sochlarini qirib tashlang, olib tashlang. Injil shuni aytadi. Bugungi sizlar bilan o'rganadigan qahramonimiz hech qaysi universitetni bitirmagan bo'lsa ham, lekin 1986-yilda islomga qilgan xizmatlari uchun Shoh Faysal xalqaro mukofotini qo'lga kiritishga to'sqinlik qilmadi. U Injilni xristianlardan ko'ra, nasroniylardan ko'ra yaxshiroq bilgan musulmon edi. Uning ismi Ahmad Didat va Ahmad Didat bo'lishligiga eng birinchi sabab aynan nasroniylarni o'zi desam hayron qolasiz. Bugun sizlar bilan bu insonni, bu zotni biografiyasi haqida gaplashamiz. Men shaxsan Ahmad Didatni 2018-yili magistraturada o'qib yurganimda taniganman. Bunga bitta voqea sabab bo'lgan. Kursdoshim bo'lardi, kelinglar, ismini Zilola deymiz. Kursdoshim Zilola degan qiz bo'lardilar va yoshimiz teng bo'lganligi uchun men u qizni o'zimga yaqin olishga harakat qilardim, chunki qolgan kursdoshlarimizni yoshlari bizdan balandroq yoki pastroq bo'lishi mumkin. Ya'ni nimagadir shu yoshim teng bo'lganligidanmi yoki bitta vodiy ahli bo'lganligimizdanmi o'zimga yaqin olgim kelardi va kunlardan bir kun oradan ancha oylar o'tdi. Fevral oyi, 13-fevral biz dejurligimizni tugatdik va Amir Temur xiyoboniga chiqdik. O'sha joyda narsa oldik, yedik. Xullas, menga aytib qoldi, Yulduz, hozir men sizga bitta narsa aytaman, lekin siz shokka tushasiz dedi. Men hayronman. Meni nima shokka tushirishi mumkin? Ya'ni yo'q, men shokka tushmayman. Nima bo'ldi? Yoki siz turmushga chiqqanmidingiz, bizga aytmaganmidingiz yoki har xil variantlar berdim. Yo'q, unaqa emas dedilar. Keyin yo'q, men shokka tushmayman, tayyorman dedim. Keyin skameykaga o'tirib olamiz dedilar. Keyin skameykaga o'tirdik. O'tirganimizdan keyin Yulduz dedi, men sizni diningizda emasman. Men Isoni Xudoning o'g'li deb ishonaman deb aytdilar. Va mana shu joyda men shokka tushdim. Nima deyishni bilmay qoldim. Ya'ni har kim xohlagan diniga e'tiqod qilish huquqiga ega deya oldim xolos. Va men uchun juda ham bir og'ir botdi. Sababi o'sha vaqtlarda men endi islomni men ham qabul qilgan bir insondek edim. Ya'ni har bir o'sha ko'chada ko'rgan singlimiz bo'ladimi, opalar bo'ladimi, dindagi opa singilmiz, birodarmiz degan menda shunaqa bir tushuncha bor edi. Uyga kelib rosa xo'ngrab yig'laganman. Men singil, opa singil emas ekanmiz, biz begona ekanmiz degan bir tushunchada juda qattiq bir stressga tushganman. Keyin o'sha vaqtda Instagramda Kirill Jabrail degan bir bloger bo'lardi. Ya'ni u asli kelib chiqishi rus va keyinchalik musulmonlikni qabul qilgan, islom dinini qabul qilgan bloger edi va o'zini blogida islomni chiroyli tarafdan ko'rsatishga harakat qilardi. Ya'ni islomofobiya g'oyalari, islomofobiya tushunchalarini o'zini o'sha chiqishlarida yo'qqa chiqarar edi. Juda samimiylik bilan ko'rsatib berishga harakat qilardi. Mana shu odamga yozdim. Mana shunaqa ancha kunlardan beri, ancha oylardan beri meni dugonam, men bilan bitta dinda deb o'ylagan dugonam, kursdoshim boshqa dinda ekan, men nima qilishni bilmayapman, men shokka tushib qoldim deganman va menga
qanaqa kitoblar o'qishim kerakligini tavsiya qilasan deganimda menga bir necha avtorlarni kitoblarini nomlari bilan jo'natgan va ana shu avtorlar orasida Ahmad Jidodni Muhammad sallallohu alayhi vasallam Iso alayhissalomning haqiqiy izdoshi, ya'ni rus tilida bo'lgan, ya'ni men o'zbekcha tarjima qildim, haqiqiy izdoshi deb nomlangan kitobi bor edi. Mana shu kitobni o'qiganimdan keyin men yoshligimda menda o'sha nima deydi, biz hozirgi tilda ustanovka deydimi, mana shunaqangi bir ustanovkami, xullas mana shu qanaqadir savollar deydimi, men o'sha qotib qolgan savollarimga yoki menga beriladigan savollarga men ana shu kitobdan javobni topdim va aynan Ahmad Jidodni shaxsiga nisbatan qiziqishim, ularni tarixini o'rganishni boshlashim ana shu vaqtdan boshlandi. Lekin afsuski men taniganimda Ahmad Jidodning vafotiga 13 yil bo'lgan ekan. Alloh ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Ahmad Jidod kim? Ahmad Jidodning tarixi Hindistonda boshlangan. Ya'ni Ahmad Jidod 1918-yili Hindistonning Surat shtatidagi Takteshvar shahrida dunyoga kelganlar. Otalari Husayn Qosim Jidod, onalari esa Fotima bo'lgan. Ya'ni oila juda ham kambag'al, nochor oila bo'lgan va ularni kundalik turmushlari chorvachilik bilan shug'ullanish, mana shu chorva ishlari bilan o'tgan. Turmushni og'irligi Ahmad Jidod 9 yoshga to'lganlarida ularni, ya'ni oilani Janubiy Afrikaga ko'chib o'tishiga sabab bo'ladi. Dastlab otalari chorvachilik, xo'jalik ishlari bilan kun kechiradilar va keyinchalik tikuvchilik qila boshlaydilar. Onalari ko'chib kelgan yillardan biroz o'tgandan keyin vafot etadilar. Ya'ni hech qancha o'tmasdan vafot etadilar. Ahmad Jidod juda ham yosh onadan yetim qoladi. O'rta maktabni bitirganlardan keyin, ya'ni Ahmad Jidod 6-sinfni yakunlaganlardan keyin o'qishni tashlashga majbur bo'ladilar. Buni eng katta sababi otalariga turmushda yordam berishlik uchun. Ya'ni o'qishni tashlaydilar, tuz do'konida ishlaydilar va keyinroq esa zavodga ishga kiradilar. Ahmad Jidodni tarix yo'li aynan mana shu darajaga yetib kelishiga sabab bo'lgan voqea tuz do'konida boshlanadi. Ana shu tuz do'konida sotuvchi bo'lib ishlayotgan vaqtlarda mana shu tuz do'koniga yaqin bo'lgan cherkovdan ruhoniylar chiqadi. Ya'ni savdo qiluvchi ruhoniylar chiqadi va Ahmad Jidodni jig'iga tegib turli savollar berishadi. Bilasanmi, sani payg'ambaring Qur'onni Injildan ko'chirib olgan, yoki bilasanmi, sani payg'ambaring juda ham ko'p xotirlari bo'lgan, yoki bilasanmi, sani payg'ambaring nimani, ya'ni dinni qilich bilan yoygan kabi turli bo'xton, turli jig'iga tegadigan savol berishgan. Ana shu yoshlik paytlarida Ahmad Jidodda bu nasroniylar berayotgan savollarga javob berishga hech qanday bir ilmi bo'lmagan, faqatgina g'azablanganlar, xafa bo'lganlar. Va ularga javobni faqatgina ilm bilan bera olishliklari mumkinligini anglaganlar va ana shu shaharlaridagi kutubxonaga borib kitoblarni o'qishni boshlaydilar. Tarix, adabiyot, turli fanlarga oid bo'lgan kitoblarning hammasini bitta qo'ymasdan o'qib chiqadilar, hujjatlarni o'rganadilar. Qur'onni raqam va raqam yodlab oladilar. Nafaqat Qur'on, balki Injilni, ya'ni Injilning to'ralasini ham, Matfey, Mato, Luka va Ian qismlarini hammasini yodlab oladilar. Bu yerdagi, ya'ni Injildagi bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan joylarini o'rganib, hammasini tahlil qilib chiqadilar. Va kunlardan bir kuni Ahmad Jidodning hayotini tubdan o'zgartirib yuborgan bir voqea bo'ladi. Ya'ni qo'llariga Hindistonlik Rahmatulloh Umaviyning Izhorul Haq kitobi qo'llariga tushib qoladi. Va mana shu kitobda nasroniylarga qanaqa qilib ilm bilan javob berish mumkin, mana shu yo'llari o'rgatilgan edi. Ya'ni kitobda mana shular bayon qilingan edi. Bularni o'rganganlardan keyin ana endi ana shu nasroniylarga javob berish vaqti kelgan edi. Va shunaqa darajaga yetdiki ish, endi o'sha Ahmad Jidodni jig'iga tegan nasroniylar Ahmad Jidod beradigan javoblardan qochib
do'konga kirmay qo'yadilar va hattoki Ahmad Zidot ana shu cherkovni dam olish kunlarini kutadigan bo'ldilar ular bilan bahs qilishlik uchun. Va keyinchalik Ahmad Zidot o'z maktabiga asos soladilar va mana shu maktablarida yetishib chiqqan mashhur shogirdlardan biri bu bizga mashhur ma'lum bo'lgan shaxs zamonamiz apologeti doktor Zakir Naik. Ya'ni doktor Zakir Naik Ahmad Zidotning shogirdlaridan biri hisoblanadi. Shunday qilib Ahmad Zidotning ovozasi butun dunyoga yoyiladi. Ya'ni insonlar Qur'on va Injilni o'rgangan va bahslarda nasroniylarni yengayotgan olimni ko'rishga oshiqadilar. Ahmad Zidot nafaqat Amerika shtatlarida, Yevropa, Avstraliya bo'ylab o'zlarini leksiyalarini, bahslarini olib boradilar. Va e'tibor qilish kerak bo'lgan jihati shundaki, Ahmad Zidot o'zini o'sha leksiyalarni, bahslarini radikal yo'nalishda olib bormagan, balki juda ham samimiy, iliqlik bilan, ba'zida yumor bilan ham da'vat qilganlar desam xato qilmayman. Va shu sababdan Alloh taolo bu insonni, ya'ni hech qaysi universitetni bitirmagan bo'lsalar ham bu insonni minglab insonlarni o'sha islomni tanishligiga sababchi qilib qo'ydi, islomni qabul qilishligiga sababchi qilib qo'ydi. Ahmad Zidotni nutqligi, Ahmad Zidotni targ'ibotlari, Ahmad Zidotni bahslarida biz qanaqadir radikallikni yoki janjal, bahsli holatni ko'rmaymiz, balki juda ham samimiylik bilan, iliqlik va yumshoqlik bilan targ'ib qilinayotganligi, yumshoqlik bilan, uslub yumshoqlik bilan olib borilayotganligini ko'ramiz va mana shu tarzdagi uslubiga ko'ra biz bu insonni yaxshi ko'rmaslikdan ilojimiz qolmaydi va bu uslubni biz shogirdlarida doktor Zakir Naikda ham ko'rishligimiz mumkin. Shunday qilib Ahmad Zidot 1996-yilda miya qon tomirlarini siqilish tufayli shifokorlar uzoq safarga chiqmaslikni tavsiya qiladilar. Lekin Ahmad Zidot shunga qaramasdan shtatlarda, Avstraliyada ko'plab leksiyalarni olib boradilar va natijada butun badanlari ishdan chiqadi. Faqat ko'zlarigina harakatga kela oladigan holatga kelib qoladi. Va Ahmad Zidot bu yorug' olamni 2005-yil 8-avgustda tark qiladilar. Alloh taolo u zotni o'z rahmatiga olgani chin bo'lsin. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan inson Ahmad Zidot edi. Sizga ma'qul kelgan bo'lsa, qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring, like va obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Bu men uchun juda ham qadrli va meni keyingi videolarimni tayyorlashimga qaysidir ma'noda ilhom beradi. Yaxshiliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.